telaş bir hacet rastlığım vardır. Bereket. Foto? Ha? Ya maynersi? Şkapның içinde. Ya kayıtlı. Gaz ocağının astidagi. Ya mayner kaçtı kuyda? Yerim cho'mish. Hayır çürüşte? Voy, o'zingiz qarab quymamsiz. Ya foto mayner şüphemde. Chuchutmasangizmi bo'ladi. Az piyazda payı salındı güçlü bu. Qanday qilsangiz mayli. Ya tuzu şu. Solasiz. Az tuzda da foto. Hejab ichimni siqdingiz. Ya foto. Voy. Bir ishni qamlashtirib qilolmayotgansiz. Kaldım bu. Hech tayyor qilmabsiz-ku. Ben şu hemen soruyu bıraklık qilayotgan. Bir qo'yganman cho'mish bilan. Hay, men oldirganda tayyor cho'pishib turing ha. Foto. Bağımlısınız fakat bu manda. Shirkat o'rlashtirgan ish tusa bu. Ne bilmem şundasın başka bir telefon koyup ha başkalar olsun basın onunla. Ben ara bir demaganda siz kessiniz qanday bo'ldi? Qarang, bu fursat aram bir kelganda qo'ldan berib qo'ysam bo'lmas. Başta yazganız bilettim ben. Sizge eремez, hizmet gerek ko. Ha? Nima deganingiz bu? Bilmem. Ha? Xata mı? O'ylab beqing ha. Biz to'yga yaqin men demasam siz ishlaysiz. Siz ishlasangiz men demalayman. Bizmi er-xotinga o'xshamdi? Ha? Bir yosh bunda to'yga er-xotinlar degan. Bunda bir kechalari birga o'tkazilgan, kinolarga birga berib, bunda bog'cha bozorlarni birga qo'ltiqlashib, bo'yni bir kulib, bir qo'shaquram yashimamdi deyman. Bo'ldi. Sizcha chakka qilmaysiz yo'q. Uningdan cho'pim nishkinim yaxshi, ha? Hey. Bunisi boshqa telefon qilib boqaychu. Voy, boshqa birisi basna o'rnimga. To'xtara. Kallamda o'tdi. O'tdi. Ne o'ylab qoldim. Qarab o'tdi-na. Endi 100 odamning ichidan endi boshliqdan ben sizni alaydan tanlab endi muhim vazifaga avatishdi. Bir sabab bor-da, ha? Endi meni o'yini deb siz boshliqni ranjitib qo'ysangiz, keyin o'sadigan ishlar ta'sir qilib qolsa, menmi oldingiz qiyshilib qolma. Shunaqa menacha basangiz yaxshilarmikin deyman-da. Shunami? Uning ustiga bu degan sizning talantingiz joriy qilgan yaxshi fursat bo'lsa, shunami? Hey, lekin bu gapingizmi to'g'ri? Shu to'g'ri, albatta to'g'ri. Xudo shunaqa qag'ayshlardan asirman. Mendan asirman. Siz xotirjam menga yuring. Hamma bo'ldi, sizning kelishingizni to'g'rilab, boshliqdan ruxsat so'rablar. Anakin ikkala tang yashaylik, o'ynaylik. Ha? Ma'qul. Menga ya. Ha, ma'qul. Xudo. Shunday qilmoqsiz? Amsi qanday ma'qulman? Ya men demakchi, yo'l jiroq bo'lgan, diqqat qilaman. Ha, rost. Men mong'andan keyin bek ishtoningizga patmay ketmay, men uydan taloq chiqmay qisib o'tirasizmi? Xudo, talog'im shu pulimiz chiqildi, pulimiz ne chiqim ben. Menga ishlar bo'ldi. Xotirjam bo'ling. Siz qaytib kelguncha mush bo'sug'idan faqatla otilmayman. Rost otilmayman. Amsi yaxshi. Ma'qul. Xudo, shunday olsinmi? Ikkita pul tashlab qo'ymamsiz deyman. Pulni nima qilsiz? Men hamma narsa akib bergan desam, taloq chiqamtıngiz ya. Ya men taloq chiqma degan gapni qilmadim, Xudo. Herkes taloq chiqmaydi. Rost bo'sug'idan otilmayman. Men shu pulni nima ishga deganda men pulni boshqa ishga qilman. Siz yo'qmi zerikib qolsangiz sanab, silab o'tiraymikin degan. Bo'ldi qiling ha. Nima qilsiz shu? Shu nima ish qilmayman. Shu ma'qul. Xo'sh Xudo. Ma'qul, ha? Kamsa voy. Kimligini abi? Ishga uzoq tur. Ya bir ishga majbur.
qilyapsiz? Biletdim ben. Bana çınamaydı kızdı. Xo'sh, monim deydiganda chamdinimni unutib qopdim-a. Xo'sh. Adaş, qada avaling? Ha? Memnun yaxshi? Sen nima ish qilatdiq? Dam elish. O'zimcha ishlab ketdi. Hey, bichar bayqush. Ha, adash, bunday ish deding-a? Shu ish. Bilasan, sening esingda bor. Hüküşüm ben demesem sen beğenmeysen kemasma. Ha, adaş. Endi 2 mümkün aşağı ciddiyrek bir ne qilib qolsang, bugun sal muhim ish bopti. Yo'q, bo'lmaydi. Va nima ish bu? Aday xumboq qilib qolsang, xotin bilib qol deyman. Ha. Adaş, sen tushunmaysan-da, hozir vaziyatchi. Ama vaziyat burunqi o'xshamaydi da. Xotin bo'lib qolsa, jon chiqadi uydan. Ha, shuni qadash. Apit qilama, sen ishtigra qilib qo'yibsan-da, o'zing o'nshotmamsan. Bo'ldi? Ha, ma'qul. Ha? O'nsha bo'ldi? Nima? Qipildingmi? Qachon? Ha, to'xta, men qaray. Ha. Hey! Nim kızının o? He? Ne sarang olup kaldın mı adası? Ama. Ya adaş tutkulağını iş tıkıl desem anda. Hey! Ya telefon kartım kımı 2 mümkünü üretirimse deyim adaş. Ya bak kanma kalım onu. Toğra sen kaytuğan ben sen kaytolma dedim mi deyim. Sen kaytoldan ki telefon kartımı 2 mümkünü uğraşsam ben de. Vay kündü sana telefon kılaptım ha be. Ha buldu mu? Vay atık sözlü vay yakın baba. Vay Hey. Ya. Kanda ya bu kallar işilmendo değmen de. Bu 2 mümkünü vururken bağıma. Vay yaxshimisiz? Yaxshimisiz apandi, sizga qanday mulozimat kerak? Men yaxshi tishlar. Voy. O'zingiz yaxshi turdingizmi? Qanday mulozimat qilaman? Mulozimat kerak apandi. Menga pulni ish kerak-da, pulni. Mana ishda qarang. Qizchaq. Meni balamchi fuqishma 2 mingga pulcha telefon kartam uritib qopti ekan. Hay shuni xapamay 2 mingni dikla vaqtingizni chiqarib uyga naqlabla akab bersangiz degandim. Kechiring apandi, u pulingizni qaytarolmaymiz. Sizning har oylik telefon parangizni kespangiz 250 ekan. 2 ming qo'yingizni 10 oyga bo'lib kartangiz bo'lib beradi. 10 oyga? Shundaq. Menga mana xushmas qilibmisan? Menga o telefon parangiz kerak emas. Menga 2 ming naqlam bersangiz bo'ladi. Men uyda uyda vaqtim bor, meni hozir akab bersangiz bo'ldi. Kechiring, men buni qilolmayman apandi. Nima ish qilmaysiz? Siz 2 kunga arxil bossangiz bo'ldi g'ash bu. Kechiring apandi, mening qo'limdan kelmaydi. Menga bunday joylar qilib ketmaydi. Biz atigan biraylar uchrashib qolsak, deyishib qolamiz, qizchaq. Bunday qilib ketmaydi. Shuningga bir yordam qilayotam ishda. Kechiring apandi, qo'limdan kelmaydi. Qiz. Qarang, qizchaq, bunday ish. Endi satosimi, daviray. Sizmi ayol kishi, sizmi to'y qilasiz keyin. Mavu 2 ming meni xotin uqmaydi. Rost gap. Xotin uqib qolsam 2 ming endi
Menjin jo'gi bardiga es. Mening oldini olmasak bo'lmaysan. Bir yordam qilaydim. Ha? Jinim. Qizchaq, ha? Kechiring apandi, sizning shaxsiy turmushingiz bizning mulozimat doiramizda. Shu dikim, 2000 kun pasangiz bu ishdan oldin oladi biz. Undaq qilib bo'lmaydi apandi. İşte. Bunda qilaydi qizchaq. Bildim. Rasmini tushundim. Siz men to'nbog'ashqa ishonmayapsiz-da. Bo'ldi. Kelishdik. 200 kun yeri. Qana? Bo'lmaydi apandi. 300 kunchi? Bo'lmaydi. 500 kun. Keldik. Qana? Kechiring apandi, yenilam bo'lmaydi. Qizchaq, sizning qoningiz bek yo'g'an kejma. Ya 500 kun unmasangiz, endi anadan jiqtisangiz, men mo sizga berolmayman. O ara 2000 kun pul. Bo'ldi. Unda olsa siz mo meni unmaydiganday qilib tursiz. Bosh qizlarga telefon qilayman. Mulozimatimizdan rozi bo'lgan bo'lsangiz bir kun o'tkazib berasiz. Voy, rozi emas, men sizga bir nima emas, 0 olmasam, 0. Rahmat apandi. Voy. Bulma Ahmet. Şu açtan kılayla da marketim sen uğurlaş tuttu. Maqul, men sana qarz o'ptiray, bir ketimlik so'ringa. Bo'ldi. Har ketimni men qilyapman shu. Ha? Va qaysan biri dasturxon sepaqtanga. Shuma xotin yo'q vaqtda tursin. Abris kelib qoldi. Hel telefon qilayapsan, ha? To'xtatda, men hel telefon qilayap, xo'sh. Kim o? Yaxshimisiz apandi, buyurtgan tamog'ingiz keldi. Xatalashib qolmagansiz, ha? Men tomoq buyurtmidi? Adres to'g'ri-ku, ayolingizga batgan-ku. Ayoli? Ha. Nekle? Şepe ha. Endiydi. Ayalım kamandırıp ketkensa, ha? Qanday tamoq buyurdi da, ha? Qaq so'qti qilayapsan da meni, ha? Unda vas to'g'ri-ku. Ayolingiz mushtamaqni buyurtganda so'z qoldirib ekan-toq. U sizni uyda bormi yo teshik o'yini qilib ketdimi? Shuni bilgis borki. Shunday bitti. Ha? Bo'ldi. Baq, deb qo'y, ha? Baq qil. Bo'ldi. Apandi xapolmay pulni to'layotgan bo'lsangiz. Hey! Tamoqni osimi pul to'lab. Endi akab berganga pul beramdi? Tamoqning pulini ayolingiz berib bo'ldi. Sizning to'laydiganingiz va sizning tamoqingizni boshqalarnikidan eng tez sur'atda yetkazish haqqi. 22 kun. 22 kun? Ma işbekevke hey. Mina yanımda mana aktırpak. Hem mirini aktırpak, önümü aktırpak. Mina yanımda bayakmış 20 kilo pul var. Manında artık pul yok. Kapamayım mısın hep gitemse. Ayolunuz dedi. Yo'ldishimdan endi 22 qo'y bade. Aşının gibi işendin mi? Ha? Ya ben zamanında neç pul balıkını ben üzem okumasam aşı bilendik ya. Ayolunuz yo'ldishimdan eshitdim. O kichik yonchiqda bir ko'rib qolgan ish qisqargan. Hechdan bir qarab boqamsiz. Xatalashib qolding. Ana. Xotin bek yomon. Ya o men uqmaydigan planim fuqida. Bo'ldi apandi, unda bo'lsa tamqingiz vaqtida yeb oling. Aras ayolingiz bir yig'iz gap qoldi o'g'anti. To'g'ri qiladigan narsa bor. Midirsizlik qilmay jim o'tiring, ha? Bekat teshig'i chiqib o'ynaganingizni bilib qoldigan bo'lsam, shu betber quliqingiz yurib qulingiz tutqizib qo'yma, dedi. Bo'ldi apandi, unda tamqingizni o'zirlanib yeb oling, mulozim yaxshi baho berasiz. Xayr xo'sh. Ma'qul. Yaxshimisiz apandi? Teshik ma'qulmiz? Ya.
Ha turban buzlab qopti, şuna 10 tane adam tekrar chaqirib kiradigan. Voy o'tir bilan na o'xshab beray bo'ldi. Bo'ldi. Sen avval qilmay. Kompyuterim buzlab qopgancha, shuna o'zim to'naydigan bo'lyapti, shularni chaqirib keladi. Voy, adam izlab shu ma kompyuterlardim o't chiqaritmizdan o'xshab. Ha, bo'ldi. Ha, qirqatlamni yig'ilib qolgan, foto yo'q qo'ygan ekan. Shuni yuydigan qanday? Ha, unda asa dikkida yig'ib beraman, birdan da yuyitma. Sen nima qilsan? Hamma narsani sen men narsa qila olamsan. Nima qilgansan? Ayolingni so'rashga tegishli bo'lmagan savollarni so'ramasin degan. Aslında sen uka atlanatqada hech nim qolmadi. Shu atdikim tumanki chavshav tushibdim, to'liqlik dediganda. Ha bo'ldi tushibman apandi. Ayolingiz sizga barkat tayyorchilarni avatgandi. Aras. Ayolingiz sizga bir eg'iz gap qoldi o'g'andi. Ha deydi. Hayotingizni o'ynashmay uyda jim o'tiring. Yeniliklarni oz o'ylashing. O'zingizni asrang dedi. Bulda apandi unda bo'lsa tamoqlarni o'zlarini tegaysiz. Mulozimimda rozi bo'lgan bo'lsangiz, yaxshi takliflarni bergaysiz. Xayr xo'sh. Vay. Kimdi o bu? Kim o? Yaxshimi? Vay sen mendan yo'qolak ko'zingdan bak. Apandi, yaxshisi bir sifatli. Nima ishda? Pulak kelgan. Voy jinim olganim kira. Voy jinim olganim yo'qolib ketding ku, ha? Cho'ponchakdan bu issiqlar tanab ketibsa. Yuqori o'ta. Navbatchi. Bo'ldi, rahmat. Hammanda gapdi. Ayolingiz sizga 20 qo'y turmush pul avatgan. Lekin mening yanimda 50 qo'ylik butun pulli bor ekan. Endi buni Ha bo'pti. 20 qo'y pul emas bu. Ne qilganman? Bilqamsan. Bu şey. Esneme. uning kayindan apandi. Ayolingiz bir eg'iz gap avatgan. Deyni. Bildim senin tıkıp koygan pullarının bağlıkını dedi. Kaçırın apandi. Mende ma 20 koy pul var ki. Şuna abiyam 50 koyun evasam ma 20 koyunuzu kaytırıp vereyim. Bunu bir yer hata koy. Doğru şu abiyam bende 20 koy pul yok diye şu 50 koyun bergen. Hazır bab oldu şu 20 koyunu sizge berdim. Ma 50 koyunu kaytırıp aldım. Baldır demem sana bu 10 koydum ziyadetten bir kaçak yedim. Şu baldır yok demez mi 20 koy? Onun kayında apandi. Ayarlanız dedi. Ben 20 koy puluna yetküz berişak 13 koy emas mı? Şu pulunu sizin berdi degende şu ben paç pul tayyorlab kelgan 7 koyunuzni qaytarib bersam, ben 20 koyun ev alsam 13 koy bergan bo'ldi ekansiz. Bunda apandi unda asa kunlaringiz xotirjam manlik o'sin. Men bir yaxshi baholarni berib qo'yasiz. Xayr xo'sh. Ma'qul a? Vay yensen mi? Yaxshimisiz apandi? Tamoqingizdan keldim. Kira. Voy, kira. Voy, mette yana bir qo'yapti. Voy, shukr qiling. Ho'p, Arambek kelgan paranishib o'tirimiz deymi? Bo'ldi, rahmat. Tamoqingizni evilang apandi. Meningmi? Shundoq. Xatolashib qoldingizmi? Tomoq buyurtmisan? Bir ayol buyurtib berdi. Ayolingizmi deyman? Mina. Yo'q, menda to'y qilmagan bo'ytaq sizga. Siz xatolashib qolgan o'xshayman. Men ayol sizni ayol yo'qkan deb qo'ya. Yo'q. Men demakchi, to'xtab tur. Arambek ko'rishgan bundoq oldiraysiz deyman, ha? Rasmsanchi. Men o'sha hayotimda sizda chiroyli, sizda go'zal, latofatli bir qizning tomoq to'shig'ini ko'rib qoldim. Rost. Avval siz meni xotinim bo'lib qolganmisiz? Tomoq emas, chinqach 40 qatlam ushib xizmat.
Hamma odam o'zining ajidan o'zi chiqmayapti. Efendi. Şu, endi mush gapim mana dunyodagi eng go'zal ayollar degan edi. Demak, sizning ishchilarning sizlar estishingiz güzel. Ha? Rahmat efendi sizga. Mana qizim. Endi endi bu payız 7 qo'yib pul ekan. Az ko'ma, ha? Keyin to'liqlab berma. Lekin men sizning endi chiroyli bo'lishni jamoangizdan jafo chekkaningizdan to'liqlab so'qqasin. Qamlashmasin kerak efendi. Qamlashmaydi, qamlashmaydi, ha? Keyin kim turasiz? Keyin texnika to'liqlab berma, ha? Qadar? Efendi, samqaz bering. Bo'ldi. Rahmat. Ma'qul, rahmat. Bas. El xotun. Xotun bir gaplarni yetkazmadimi? Masalan, sizni suyma, sizni sevgindim, mummuda. Baba. Sening yiningda 7 qo'y plan qazımı şapaqchilik qilishni unutib qolmaysan. O'zingni bilib, uyda jim o'tda. Agar men kelgan vaqtda mush 7 qo'y pul yiningda bo'lmay qolsa, uydan tirkan chiqmaydi. Satıldı efendi. Satıldı. Satıldı. Mush 7 qo'y pul shumi? Şu kızcık. Bakın satıldı ya. Ya bu satıldı. Ben yatkıyor. Kızcık. Hey, qachon qaytib kelsiz? Uy kerakmi siz? Kerak emasmi? Ha? Bir erkishni uyga boshda yolg'iz tashlab qo'ygan bo'lma? Ansirmabsiz? Atma? At qaytib kelasiz? At qaytib, bugun qaytib keling. Buguniki anglashsangiz bo'ldi-ku. Vay-vo. Cinim xotun. Bu sen yok içim bes qilib ketdi deyman. Sen bo'lsang, ko'ngil to'q qosaqmi to'qildi ekan xotun. Aqayishmi aqidiki. Sen bo'lmasang faqat uning ustiga sen akapaga yeydigan narsalarni tugay deb qoldi. U kemisin, avaymeç kemisin. Bo'ldi. Men o'zim dikkadan tushib ochiqsam, ochiqay. Lekin ona kemisin, yama içim siqiydi ekan u. Bo'ldi, siz qaytib kelsangiz keling, akamsin. Ma'qul. Olib, buyon qaytib kelgan bo'lsangiz pek yaxshi bo'ladi. Ma'qul. Bir ketishdi, ha? Ma'qul. Sizni yaxshi ko'raman, sevgindim, ha? Xo'sh xotin. Ma'qul. Saqlayman. Akamsin, ha? Akamsin.